Eslatib o'taman, video davomida turli xil so'kinishlar mavjud. Legion Hu, butun kuching bilan qalqonni hoziroq ishlat. Xo'p. Himoya qalqoni. Nimadir g'alati. Men undan mahoratliroqman-ku. Lekin u mening zarbalarimni g'alati tarzda to'smoqda. Men bor kuchimni ishlatishim kerak. Oxirgi zarba. Nima? Uning ko'zlari, u mening qilichimning harakatini ko'ra oldi. Jin ursin. Bu ahmoq, la'nati. Tabriklaymiz, siz maxsus topshiriqni bajardingiz. 4-qavatdagi sinov uchun qo'shimcha mukofotlar beriladi. U qaltirayaptimi? Kechirasiz, hammasi yaxshimi? Men yaxshiman. U odam o'ldirgandan keyin shokda bo'lsa kerak. Men uni kuchli va sovuqqon deb o'ylagandim. Men darhol biz bilan jang qilmoqchiman. Bu sizlar uchun yaxshi fikrmi? Men roziman. Men ham. Siz Snowboss'i, Goblin qirolini mag'lub etdingiz. Qanday qilib? Tabriklaymiz. Siz sinovlar minorasining 4-qavatini tozaladingiz. Topshiriq uchun mukofot barcha statistika to'rga oshiriladi. Siz qo'shimcha mukofot sifatida instans tezlashuv mahoratiga ega bo'ldingiz. Siz qabulxonaga o'tasiz. Men birinchi boraman. Liheyon, sizga eson-omon qaytishingizni tilayman. Haligi buni aytib xato qilayotgan bo'lishim mumkin. Lekin siz faqat kerakli narsani qildingiz. Buni kimdir qilish kerak edi. Agar Sungun buni qila olmaganda, men qilardim. Siz shunday deb o'ylaganingizdan xursandman. Liheyon do'stlik so'rovini yubordi. Siz tufayli 4-qavat sinovini yakunladik. Lekin hech qanday mukofot olmaganimga biroz xafa bo'ldim. Yerga qaytganingizda, iltimos, oq kumush gildiyadan Lihayonni qidiring. Endi men yolg'izman. Men qaror qabul qilishim kerak. Men insonning ruhini singdiramanmi yoki yo'qmi? Men buni birinchi marta qilganim kabi buni yana qila olaman. Chunki agar shunday qilsam, keyin orqaga qaytib bo'lmaydigan chiziqni kesib o'tgan bo'laman. Men qaror qildim. Men kuchliroq bo'lishim kerak. Lekin bunga erishish uchun men odamlarni o'ldirmayman. Biroq agar vaziyat shuni talab qilsa, men buni qilaman. Mening orzuyim ovchi bo'lish, boshqa istaklarimdan kuchli edi. Sinovlar minorasi menga imkoniyat berdi va men bu imkoniyatdan foydalanaman. Men sinovlar minorasining barcha qavatini tozalayman. Siz 5-qavatning qabulxonasiga kirdingiz. Tizim kengaytirildi. Sinov reytingi, har bir raqibning darajasini baholaydigan tizim. O'yinchilar reytingi. Iltimos, taxallus yozing. Menimcha, shunday qilish kerak. Sizning taxallusingiz o'zgartirildi. Han Suxundan ovchiga. 4-qavat sinovdagi yetakchilar jadvali. 1 Si Hun, 2 Li Jinhun, 3 Wets and Ales Change, 4 Hai Sun Eh, 5 Artisan of Brain, 6 Overpowered Sword. Bu juda intuitiv. Men ham reytingdamanmi? 16 ovchi. Olingan vaqt 11 soat 14 daqiqa 51 soniya. Yuksalish SS+, natija B+, umumiylashtirish A-. Mening darajam men o'ylaganimdan ancha yuqori. Eng yaxshi elitalikdagi challengerlar pionerlar deb ataladi. Pionerlar deb atalganlar 8-qavatda imtiyozga ega bo'lishadi. Agar siz 8-qavatgacha pioner bo'lib qolsangiz, Halo deb nomlangan imtiyozga ega bo'lasiz. Halo, bu qandaydir mahoratmi? Men bunga erishganimda nima bo'lishini bilib olaman. Iltimos, o'zingiz qabul qilmoqchi bo'lgan ruhni tanlang. Bizdagi ruhlar soni 15 dan 4 ta.
O'yinchi Li Sion, o'yinchi Li Jinhu, o'yinchi Im Sung Yun, Goblin qiroli. Saqlangan ruhlardan foydalanib, siz statistikangizda doimiy ravishda oshadi. Hozir o'zimni inson chegarasidan oshib ketgandek his qilyapman. Siz qaytaruvchi tosh sotib oldingiz. Qaytish toshi siz kelgan joyingizga 3 kun davomida qaytishingiz mumkin. Sinab ko'rish va o'zim bilan jihozlar olib kelishim mumkinligini tekshirib ko'rish yaxshi bo'lardi. Siz qaytaruvchi toshdan foydalaningiz. Endi siz yerga qaytasiz. Men yerga qaytaman. Challenger Han Sung Yunni yerga qaytish istagi tasdiqlandi. Siz qaytish toshini iste'mol qildingiz. Endi yerga qaytasiz. Challenger Han Sung Yun qarorgohga qaytdi. 3 kundan keyin siz yana sinovlar minorasiga qaytasiz. Men haqiqatdan qaytdim. Birinchi navbatda men uxlayman. Men bu hidga chiday olmayman. Men yaxshisi yuvinaman. Nima? Har holda charchadim. Lekin minoradan yerga narsalarni olib kelish haqiqatan ham ishladi. Keyin bu shuni anglatadiki, raqiblarim ham yerga narsalarini qaytarishlari mumkin. Tezroq harakat qilsam yaxshi bo'lardi. O'yinchilar yer yuziga qaytishni boshlasa, elementlar ham juda ko'p bo'lib ketadi va ovchilar uchun material narxi keskin tushib ketadi. Men imkon qadar tezroq sotishim kerak. Ammo muammo shundaki, faqat ovchi malakasiga ega bo'lgan odamlar narsalarini sotishi mumkin. Avvaliga men ovchi imtihoniga ariza topshirish uchun boraman va yana u yerda testdan o'taman. Men o'ylaganimdan ham band bo'laman shekilli. Salom, bu Oq Lotus ovchi o'quv markazi direktori Hwang Manhu. Bu Han Sung Yun. Meni eslay olasizmi, direktor Hwang? Albatta, men seni eslayman. Agar siz a'zolik to'lovini qaytarishni so'ramoqchi bo'lsangiz, buni onlayn amalga oshirishingiz mumkin. Menga pulni qaytarishingiz shart emas. Siz jiddiyimisiz? Keyinchalik fikringizni o'zgartira olmaysiz. Men fikrimni o'zgartirmayman. Biroq sizdan bir iltimosim bor. Agar siz o'quv markazidan ko'proq foydalanmoqchi bo'lsangiz, men bunga ruxsat bera olmayman. Menga ovchi testini topshirishda yordam bering. Umumiy qobiliyat test natijalari qanday bo'lganini unutyapsizmi? Siz F eng past balga ega bo'ldingiz. Men buni bilaman. Sizda hech qanday noyob xususiyat yoki qobiliyat yo'q. Shuning uchun agar so'rasangiz, xo'sh, a'zolik badalini to'lagan bo'lsam ham qila olmaysiz deysizmi? Agar menga pul bersangiz, unda menda hech qanday niyat yoki rad etish yo'q. Bizda kelishuv bor. Menga ovchi testini topshirishga yordam bering bugun. O'sishim bilan tanam ancha o'zgardi. Endi buning vaqti emas. Ovchi sinovi rejalashtirilgan. Shuning uchun men borganim ma'qul. Ha, aytganday, bu qo'shnim. Men orzu qilgan oddiy hayot. Har gal qo'shnimni bu holatda ko'rsam, o'zimni yaxshi his qilaman. Salom. Qo'shnim ovchi bo'lmoqchi bo'lgan yoshi kattaroq yigitga o'xshaydi. Salom. Ko'rishguncha. Lekin o'sha yigit doim baland bo'lganmi? Bugun taksi to'xtatish negadir qiyin. Bu yerda yugurish ham juda yaxshi usul. Tez orada boraman. Ovchilar uyushmasi. Uzoq vaqt ko'rishmadik, direktor Hwang. Siz o'ylagandek ko'p vaqt o'tmadi. Men yaqinda ba'zi bir o'ziga xos narsalar bilan shug'ullanyapman. Shuning uchun bugun o'ta olaman degan umiddaman. O'ziga xos narsalar? Shunga o'xshash narsa. Salom. Men inspektor Kim In-human. Men ovchi testini baholashga mas'ul bo'laman. Ovchi testi uchun siz allaqachon bilganingizdek rejissyor Hwang kuzatuvchi bo'lgani uchun Han Sung Yun nazariy imtihondan va suhbatdan ozod etilgan. Test jarayonlari haqida savolingiz bormi? Men test jarayoni bilan tanishman. Ajoyib. Keyin darhol testni boshlaylik. Iltimos, menga ergashing.
Inspektor Kim, men sizga aytgan edim. U imkon qadar tezroq yiqilishi uchun buni qiling. Bu haqda tashvishlanishga hojat yo'q. Men qilichdan foydalanuvchi uchun eng qiyin raqiblarni tayyorladim. Han Sung-yun, agar tayyor bo'lsangiz, iltimos, testning qiyinligini tanlang. Siz 1 va 10 qiyinchilik darajasini tanlashingiz mumkin. Oldingi testlarda men har doim 1-darajani tanlar edim. Va men har doim goblinga yutqazardim. Chunki men kuchsiz edim. Men tanlayman. U albatta 1-darajani tanlaydi. Men 10-darajani tanlayman. Nima? Test boshlanyapti. Iltimos, Feniksni ovlang. Yirtqichning bugurish qobiliyati tufayli sizning harakatingiz 25% ga kamayadi. Bu badbasharaning sinovdan o'tishi mumkin emas. Lekin har ehtimolga qarshi uning qurolini alishtirib qo'ydim. O'z o'rningizni bilmaganingizda nima bo'lishini shafqatsizlarcha ko'rsataman va harakat qilishni boshlang. Ovchi malaka imtihonidan o'tgan abituriyentlarning yakuniy ro'yxati: Li Jinju, Han Juyong, Li Jinwu, Hwang Manho, Yun Sangyuk. Juda zo'r, men o'tdim. Men birinchi marta ovchi bo'lganimda o'zimni eng zo'r deb his qildim. Biroq hamkasblarim orasida tafovut asta-sekin o'sib bordi va oxir-oqibat men ulgura olmadim. Shunday qilib, men taslim bo'ldim. Ovchilar dunyosida iste'dod bilan tug'ilish hamma narsa edi. Men bu haqiqatni qabul qildim va qattiq ishlashni to'xtatdim. Insonlar o'zlari yengib o'tolmaydigan devorga duch kelganlarida taslim bo'lishadi. Bu faqat men emas, hamma shunday qiladi. Shunday qilib, Han Sung-yun, shunchaki taslim bo'ling. Bu qurol qanchalik uzun bo'lmasin, bu buzilmasligi kerak. Bu bo'lishi mumkin emas. Singan qilich bilan nima qilmoqchisiz? Xo'sh, kutganimdan ham yaxshiroq chiqdi. Bu holat 4-qavatdagi sinovdan olgan mahoratimni sinab ko'rish uchun juda mos keladi. Darhol tezlashtirish. Bu qotilning tezligidan ko'ra ancha yaxshi ko'rinadi. Kutilganidek, qilich juda qisqa edi. Yo'q, maraz, nima bu? Sinov tugadi. Tabriklaymiz. Siz yaxshimisiz? Men bunday bo'lishini bilmasdim. Bu uchun uzr. Tabriklaymiz. Siz ovchi bo'ldingiz. Siz ovchilar uyushmasidan ro'yxatdan o'tgansiz. Demak, siz rasmiy ovchisiz. Zindonga kirishim va narsalarimni sotishim mumkinmi? Ha, mumkin. Menga nima bo'lganini tushuntirib ber. U 10 marta o'tolmagandi. Bu safar ham o'tolmasligi kerak edi. Bu juda qiziq. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Han Sung-yunning qobiliyatlari past edi. Biz siz aytgan barcha narsani qildik. Uning darajasini yana kamaytirishning iloji yo'qmidi? Qanday qilib uni yana tushirish mumkin? U 10 sanada B darajadagi yirtqich hayvonni o'ldirdi. Agar unga past daraja berganimda, u shikoyat qilgan bo'lardi. Nima bo'lsa ham qilishing kerak edi. Menda ovchi litsenziyasi bor. Tabriklayman, Sung-yun. Juda yaxshi ko'rinmayapsiz. Nimadir yuz berdimi? Tabriklayman, a'zo. Yo'q, men sizni ovchi Sung-yun deyishim kerak edi. Endi men bu haqda o'ylasam, siz yaqinda nafaqaga chiqasiz va sizning darajangiz S, to'g'rimi? Bu bilan nima demoqchisiz? Xo'sh, men avvallari muvaffaqiyatsiz deb ataganingiz esingizdami? Rostini aytsam, men seni muvaffaqiyatsizlikka uchrading deb o'ylayman. Sen haroma! Iltimos, tinchlaning. Kutilganidek, provokatsiya yaxshi ish berdi. Bu o'zini himoya qilish va bu to'lov. U qanday qilib S darajadagi kuchga ega bo'lishi mumkin? Ovchilar uyushmasi uchun eksklyuziv ovchi bo'lishni xohlaysizmi? Bu nima degani? Bu shunday. Sizning maoshingiz kamida 1 million vonni tashkil qiladi. Agar siz ko'proq olishni xohlasangiz, muzokara qilishingiz mumkin. Bu siz uchun rad etib bo'lmaydigan taklif.